Assalamualaikum hörmətli Uyğur TV görülmənləri. Bugün 5 sentyabr Perşembe günü Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin kültür merkezinde Uygurların alim ve doktorlarını bir araya toplap yığılış ötküzüldü ve yığılışın ahırda sual sorulup sual cevap veriş qatarlıq faaliyetlerden intayın yaxşı ve güzel ahırlaştı. Alim erkensizlik efendim bilen bir söhbetleşildi. Assalamualaikum merkezden kanal. Aleyküm assalam. Herkesin efendim bugün bu sahende büyüknüzük nasıl işlevasiz, nasıl hizmet kılıyorsunuz, nasıl kazar hizmetin içinde aldıraş durukluk, vatanımız Şərq Türkistan'la alakadar, Uygur'la alakadar, nurgun məlumatlarını veriyorsunuz. Elbette gerek bir ajilde köp kaldı. Siz muş hizmetine kandak kiriştiniz, nemi sebep bilen muş kiriştiniz siz doğruluk. Endi ehtimal siz mi bilirsiniz? Ben Uygurlar üçün iş vatqalı uzun oldu. Ben şu otur mektep, ali mekteplerden tatıplan bu işini başlagan. Ta ki yakın kadar men üçün vatandakiler pek mühimdi. Uygurların ki taqdirini özgertiş, yoki taqdirini yaxşılashda vatandakiler mühim rolunu üyteydi, halklık rolunu üyteydi dep oylaydım özüm. Aşta bu aşka 2017 yılғы kelgeçilik meni qilgan ishlarim butunlay vatanni ko'zlab turib qolgandim endi. 2017 yılı 1 ayda bizim vatandagi Uyg'urcha torbatlardan eng oxirgi Misrandan degan torbatim taqilib ketdi. Shuni bilan men maqolamni chiqarmaydigan bo'ldim. Shundan keyin endi asta nazarimni chetga qaratib bu yerga ishlashni boshladim. Endi hozir millat intayin bir xatarlik taqdirga qarab ketyotdi. Aşta bu aşka gerçi meniki yaxshi xizmetim, yaxshi turmushim, yaxshi maoshim bu nasrim bo'lgan bilan menda hozir qat'iy xo'shallik yo'q, xotirjamlik yo'q. Nima ish qilsa, agar biz vatandan va millatdan olib qolsak, o'zimizniki shaxsiy holatning qanday bo'lishini qat'iy nazar biz bundan keyin mangu baxtli bo'la olmaymiz. Aşta bo'lgandan keyin men qo'limdan kelgan ishni qilay deb tirishib kelyapman. Bu yil atiyazda Avustralya'ya bordim, Yaponiyaga bordim, Kanadaga bordim. Maqatdim endi masafarga chiqdim. Hammasiga o'zimniki ta'til vaqtini ishlatib, bizning idora narjili birdigan. Aşağı chiqdim bu qatam bu safar 4 davlatga boraman. Shvetsiyaga berib bo'ldim, Turkiya 2-chi, undan keyin 2 davlat bor. Shundaq. Endi agar hozirgi shundaq bir paytda har bir Uyg'ur o'ziniki qo'ldan kelishicha tirishib, vatanniki taqdirini o'zgartirishga biroz to'p qo'shmasa, yoki bizning vatanniki xalqlarniki hayotini saqlab qolishda, vatanniki zaminimizni qaytarib kelishda biroz bir qilmasak, agar bulardan olib qolsak, bizniki buningdagi hayotimizniki qiymati qolmaydi, ahamiyati qolmaydi. Men shu nuqtadan tirishyapman. Rahmet, Allah razı olsun. Allah bu ondan keyinki işlerinizle oңaşlı qilsin. Sizlarning tirishchiligingizga ko'p rahmat, sizlarni jiqtirishib o'tsizlar. Rahmet sizga.